3 xonali kvartira 35.900 dollarga topib qo'ydim. Mana shunaqa g'ishtli 2 qavatli domning birinchi qavatidan 3 xonali kvartira 35.900 AQSh dollarga topib qo'ydim. Operator keling. Mana bu yo'lni oling, bitta ko'rsating. Mana bu ko'rib turgan yo'limiz zdaniyning orqa tomoni yangi hokimiyat bo'ladi. Ertaga bu territoriyadan narxlar juda ham qimmatlashib ketadi, yaxshi zo'r investitsiya bo'ladi. Marhamat, kvartiramizning obzorini ko'rib chiqamiz. Oxirida yana izoh qoldirib ketaman. Hozir obzorni ko'rib chiqqan kvartiralarimizning lokatsiyasini yana bir bor tushuntiraman. Mana bu yangi hokimiyat. Keyin Sadaf to'yxonasi deb kelaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qo'yamiz. Shu nomerdagi telefon qilib aloqaga chiqinglar, kelib baraka qilib ketinglar.